Davom etamiz. Keyingi darslarimizda bo'ladigan bo'lsa, endi tahrirlash ishlarini joy-joyiga qo'yib qo'yishimiz kerak. Men tahrirlash ishini 4 qismga bo'lib rejalashtirib oldim. Birinchi rejalashtirish kerak bo'lgan narsa mana shu index blade faylda turib, mana shu tahrirlashni bosganda avtomatik ravishda o'sha rootni, demak, editidan o'tib ketishimiz kerak. Xo'p, bu qayerda joylashgan? Demak, indeksda e'tibor beradigan bo'lsak, mana shu tahrirlash degan tugmacha hosil qilib qo'ygan edik. Endi mana shu tahrirlash degan tugmacha o'rniga men shunchaki ahrifdan foydalanib qo'ymoqchiman. Buni qanday qilaman? Mana shu tdjga mana bu narsani qo'yaman. Bu menga nima qilib beradi? Bilamizki, hozir men buni update qilsam ko'rsatadi. Mana bu yerda so'zni yozmadim hali. Mana shu joyga so'zni yozib qo'yish kerak. Tahrirlash degan so'zni yozib qo'yishim kerak. Mana shu tugmachani bosganimda nimalar bo'lishi kerakligi haqida yozdim. Men aytyapmanki, rootda yo'nalishlarni ichidagi edit ga, bu edit qaysi? Albatta yo'nalishlar kontrollerdagi edit. Mana u topdim. Mana shu edit. Mana shu edit hozir bo'sh. Mana shu editga bitta yo'nalishni ID'sini, ya'ni o'sha qaysi yo'nalishda ro'parasidagini tanlaydigan bo'lsak, misol uchun amaliy matematika bo'lsa 1 ni, axborot xavfsizligi bo'lsa 2 ni, o'sha ID'ni olib o'sha editga olib ketishi kerak. Bu ishlayapti. Mana ustiga boradigan bo'lsak, chap qo'l tomon eng pastni qarasangiz, yo'nalishlar 1 drop edit chiqyapti. Demak, bu to'g'ri. Qoida bo'yicha oladigan bo'lsak ham mana shu editda mana string va dollar ID turibdi. Ya'ni bu yerda mana shunga ID da qabul qila oladi. Qabul qila olganligi uchun biz uni bunga jo'nata olamiz. Xo'p, buni bosganimizdan keyin hozir bosadigan bo'lsak, hech narsa chiqmaydi, chunki kontrollerni editi bo'sh. Xo'p, birinchi qadam faqat mana shuni o'zidan iborat. Birinchi navbatda mana shu yerda kelayotgan yo'nalishni ID'sini editga olib yuborishimiz kerak. Yuborib oldik. Yuborib bo'lganimizdan keyin endi uni qabul qilib editga jo'natishimiz kerak. Bizda edit bormi? Yo'q ekan. Mana yo'nalishlarda new php file edit blade hosil qilib qo'yaman. Mana edit blade tayyor, lekin baribir hech narsa yo'q. Unga hech narsa yo'naltirilmagan. Men nima qilaman? Men bu yerda xo'p, mana editdagilarga alohida yozib qo'yganman men bu narsani. Mana bu ishlarni amalga oshirmoqchiman. Birinchi, men o'zimcha topish kerak degan o'zgaruvchini olaman. Topish kerak degan o'zgaruvchidan yo'nalish degan modelni ichidan qidiraman o'sha dollarni. Bitta savol tug'ilishi mumkin. Bu yerdagi indeksda katta ID, bu yoqqa kichkina ID. Mana bu yerdagi ID jadvaldagi ID, uni ID'sini olib bu yoqqa kelyapti. Bu yerda kichkina ID ga o'zlashyapti va biz mana shu kichkina ID bilan berib turib, uni ichidan topish kerak degan narsani olyapmiz. Olib olganimizdan keyin biz o'sha narsani mana yo'nalish degan bitta o'zgaruvchi olyapman. O'zgaruvchi bilan topish kerak deb topilgan hamma narsani o'sha topilgan yo'nalishning hamma ma'lumotlarini men to'g'ridan to'g'ri yo'nalishlardagi editga jo'natyapman. Edit hozir bo'sh. Bu yerda hech narsa yo'q. Men endi uni qabul qilib olishim kerak oddiy formaga. Buni qo'lda yozib qo'ysak ham bo'ladi. Biz dizaynlar bilan umuman ishlamayapmiz. Xo'p. Demak, bizda nimalar kerak? Bizda metod kerak. Post bilan jo'natamiz. Bizga kerak action kerak. Hozir uni actionda yozamiz. Xo'p, undan keyin n-type bizda bormi? Yo'q, bizda hech qanaqa yo'q, lekin hozircha qo'yib turibman. Xo'p, bo'ldi. Mana shu joyda bizda xuddi create da nima bo'lsa, qolgan hamma narsa xuddi mana shunday bo'ladi. Mana shunday olib qo'yib qo'yasiz. Boshqa o'zgarish yo'q. Faqat mana bu file setni tepasida create da nima bor edi? CRF bilan post bor edi. Endi post bu kiritishda ishlatiladigan bo'lsa, tahrirlashda put ishlatiladi. Put mana bu yerga qo'yib qo'yganman. Mana ko'rishingiz mumkin. Buni mana shu ikkita narsani berishingiz kerak. Actionga keladigan bo'lsak, biz endi uni update ga jo'natishimiz kerak bo'ladi actionda.
Update qanday qabul qilyapti desak, mana shu yerda update, mana birinchi request kelayotgan ma'lumot va bitta ID deydigan bo'lsak, edit orqali ham e'tibor bering, kelayotgan ma'lumot mana update'ga yo'nalishda ID'si. Endi mana bu strelka bilan yozilganda biz undan kelayotgan ID ni yuboramiz u yoqqa. ID ni yuborayotganligimiz uchun mana shu narsalar yuboriladi. Faqat bu yerda bitta narsa bor. Hozircha mana buni tekshirib qo'yaylik. Bor, mana faqat tahrirlash uchun biz bu yerga hali valuelarni yozmadik. Ya'ni kelayotgan ma'lumotni qiymatlarini yozib qo'yganimiz yo'q. Biz inputga yozib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Birinchisiga yo'nalish degan o'zgaruvchida kelyapti u mana. ID'si bor, shifri bor, keyingisi nomi edi. Jadvalda qanday bo'lsa, xuddi shunday holatda yoziladi. Jadvalimiz esinglarda mana shifr va nomi bor, boshqa hech narsa yo'q. Hozir mana ko'rishingiz mumkin, amaliy matematikani tanlaganim uchun shu narsa kelib chiqyapti. Agar men bu yerdan multimedia texnologiyalarini tahrirlashni tanlasam, bu yerda multimedia texnologiyalari chiqadi. Faqat bu yonma-yon turganligi uchun qolganlari ko'rinmayapti. Xolos, bunga hech qanaqa kayfiyat berilmagan, eni mana shuncha bo'lishi kerak deyilmagan. Biz esa buni tahrirlash uchun tugmachani bossak nima bo'ladi? Tahrirlash demak saqlash emas endi bu editda. Tahrirlash bo'ladi. Tahrirlash tugmachasini bosganimizda bu update ga boradi. Uni ID'sini olib ketadi. Mana bularni olib ketadi. Hammasini olib shu yerdagi update ga keladi. Afsuski update hozir bo'sh. Biz update keyingi qismga o'tyapmiz. Update da nimalar qilamiz? Birinchi navbatda bu yerda mana xuddi tepadagi editga o'xshab uni ID'si kelyapti. Biz ID ni yana topib olamiz. Topib oldik. Topib olganimizdan keyin esinglarda bo'lsa parametrlar deb kiritishda ham yozgandim. Qonun qoidalarida xuddi shu qonun qoidalarini yozyapman. Mana parametrlar, request, u yerda shifr kelyapti, nomi kelyapti. Mana shunaqa bo'lishi shart kelayotgan ma'lumotlar, uni yozaman. Ularni qonuniyatlarini qilib bo'lganimdan keyin qaysi joy qayerga yozilishi kerak degan savolga javob beraman. Ya'ni demak topish kerak. Bu mana uni topib olyapman. Topib olganimni shifriga, ya'ni kelganda shifriga kelayotgan requestda name'da kelayotgan shifrni input qilib qo'yaman. Uni yozdim. Bu birinchisi. Ikkinchisi nomi ham kelyapti. Nomini ham shunday qil deyapman. Mana bu yer endi shifr bo'lmaydi. Nomi bo'ladi mana. Nomi bo'ladi. Mana bu yerda qo'llam nimada o'zim uchun tayyorlab olganimda yozmagan ekanman va ularni update qilib qo'yish kerak xolos. Bo'ldi. Mana shu ma'lumot keldi, uni update qilib qo'ydik. Mana shu bilan tahrirlandi. Endi nima qilish kerak? To'g'ridan to'g'ri yo'nalishlarning indeksiga xuddi kiritganda qanday qilgan bo'lsak, mana bu joyda xuddi shu holatda jo'natib yuborishimiz kerak. Ishlaydimi yo'qmi? Mana oxiriga ikkita bir qo'shib qo'yaman. Saqlashda bosadigan bo'lsam, mana ikkita bir qo'shilib qoldi. Endi joyiga qaytarib qo'yishim kerak. Joyiga qaytaraman desam, mana joyiga qaytarilib qoldi. Yoki dasturiy injineringda oxiriga kelib bir kuch qo'shib, ya'ni bu maydon ham ishlayotganligini tekshirib qo'yish kerak. Tekshirilyapti. Mana shu joyda chirib yana joyiga qaytarib qo'yaman desam, mana joyiga qaytarilyapti. Bunaqa murakkab narsa yo'q. Oddiy 4 ta qismdan iborat ish qildik biz. Birinchi indeksda qaysi tugma bosilganda uni ID'sini olib ketish kerakligini belgilab oldik. Keyin kontrollerga kelganda edit orqali uni topib, find qilib modeldan uni editga demak yubordik. Editda hamma ma'lumotlarni zo'r qilib belgilab olib, unda biz forumda actionini yo'naltirdik. Mana bu ikkalasi muhimligini his qildik, tushundik va value bo'lmasa u yerda chiqmaslik kerakligini tushunib oldik. Xo'p, undan keyin u ma'lumotlar kelganidan so'ng kontrollerda update'da uni topib oldik. Parametr qonuniyatlarini belgiladik, ikkalasini tahrirladik. To'la tahrirlash uchun buyruq berdik va indeksga qaytarib qo'ydik. Xuddi mana shu holatda biz demak oddiy tahrirlash ishlarini qisqacha bir 10 qatorcha kod bilan biz hal qilib qo'ygan bo'ldik. Demak, yana bir qator ko'rib olishinglar mumkin. Editda nima bo'lyapti?
indeksda nima bo'lyapti, yana bir qator ko'rib xulosa qilishinglar mumkin bo'ladi. Mana shu oddiy tahrirlash bo'yicha qisqacha ma'lumot bo'ldi.